Ba'zi belishlikda bir qancha skriptlarimiz bo'ladigan bo'lsa, shuni qanday qilib ekranga knopka qilib olib chiqishni ko'ramiz. Buning uchun masalan bizda hozir Krill Lotin, ya'ni Krilldan Lotinga o'girib beradigan skriptimiz bor. Shu holatga olib keladi. Shuni bu yerga knopka qilib olib chiqishimiz kerak. Buning uchun hop, icon saytiga kiramiz, linkini beraman. Bu yerga mana translate deb yozamiz. Enter. Bizga kerakli bo'lgan ikonkada chiqadi. Xo'sh, masalan, bittasini olamiz. Sketchup qilamiz. Xo'sh. 128 yetadi. Sketchup bo'ldi. Convert saytiga o'tamiz, ya'ni icon formatdan BMP formatga konvertatsiya qilishimiz kerak. Shuni bu yoqqa olib tashlaymiz. Konvertatsiya qilamiz. Sketchup qilamiz. Bizda tayyor. Orqadan ko'ramiz. Xo'p, bizda icon format va BMP format. Icon format kerak emas. Bunga masalan o'zimiz xohlagan nomni berib qo'yishimiz mumkin. Krill Lotin deb qo'ydim. Xo'p, buni olamiz, kopiya qilamiz. Xo'p, o'zingizni skript papkangizda bitta papka ochib qo'yganingiz yaxshi, ya'ni bitta har doim ikonkalar bitta papkada turadi. Endi basic o'tamiz. Настройка, параметр. Параметр скриптов. Так, Krill Lotin. Agar men aytgan mana kichikka qo'yadigan bo'lsam, shu yozuv mana bu yerda paydo bo'ladi. Mana primiz qilamiz, mana. Shu holatda ham ishlatsangiz bo'ladi. Yo'q, uzun so'z kerak emas, menga ikonkani o'zi kerak deydigan bo'lsangiz, buni bosamiz. Document, basis, script, icon. BMP formatda bo'lishi kerak. Print qilamiz. Mana ikonka tushdi. Endi mishkani olib borganingizda yozuvchi, ya'ni bu qanaqa ikonkalik haqida masalan adashtirib qo'yishingiz mumkin. Qanaqa ikonkalik haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga Krilldan Lotinga o'zgartiradi masalan. Print qilamiz, OK qilamiz. Mana mishkani olib borganimizda yozuv chiqadi. Knopkani bossak, Krill nomli Krillda nomlangan detallarni Lotinga o'zgartirib beradi.